Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammad sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni husnli qabul qilgan bo'lsin. Bugun inshaalloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning suyukli ayollaridan bo'lgan, bu ummatning eng bilimdon olima ayollardan bo'lgan, eng ko'p hadis rivoyat qilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning habibasi Oysha bint Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haqida suhbat qilamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizi Oysha roziyallohu anha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli Oysha onamiz haqidagi so'zni Havla bint Hakimni hikoyasi bilan boshlaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Havla bint Hakim roziyallohu anhoni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga yubordi. Oysha roziyallohu anhoni Rasulullohga so'rashligi uchun. Birodarlar, nikoh kishilarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Qabilalar, oilalar, nasl-nasablar mana shu nikoh muborak aloqa tufayli bir-biri bilan yaqin bo'ladi. Va mana shu aloqa eng muqaddas aloqalardan hisoblanadi. Havla bint Hakim shunday deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga yubordi. Men ularning uyiga bordim. Uyda Ummu Rummonni topdim. Oysha onamizning onasi. Men unga Alloh taolo sizlarning uyingizga xayriyat va barakani yog'dirdi dedim. Ummu Rummon qanday qilib dedi? Oyshani o'z nikohiga so'rash uchun Rasululloh meni sizlarning uyingizga yubordi dedi. Kimning nomidan savol cho'p kelyapti? Kimning nomidan? Kimning uyiga? Siddiq uyiga. Payg'ambarlardan keyin yerni bosgan eng afzal inson Abu Bakr Siddiqning uyiga. Birodarlar, Siddiq maqomi nabiydan keyingi o'rinda turadigan maqom. Rasul, nabiy va Siddiq. Birodarlar, agar Alloh taolo ikkita oilani bir-biriga qarindosh bo'lib qolishligiga siz bilan bizni agar sabab qilsa, demak bizga xayriyatni ravo ko'ribdi. Ikkita musulmonni birlashib, musulmon bo'lgan oilani barpo qilishiga biz sabab bo'lgan bo'lsak va mana shu birlashgan oila, mana shu paydo bo'lgan oila islomda, iymonda e'tiqod tashlaydigan bo'lsa, shu oilani qoyim bo'lishiga sabab bo'lganlarga ulug' ajr bor. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Buxoriyning sahihlaridan, "Man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Kim yaxshi shafoatga, bir yaxshi ishga shafoatchilik qilsa, bas unga shu ishdan nasiba bor dedi. Demak, bir yigit, bir qizni, musulmon kishilarning farzandlarini nikohlanishiga sabab bo'lib qolsak, albatta bu katta savob bo'ladi va mana shu savobdan siz bilan bizga ham ulush bor. Birodarlar, mana shu oilaga sabab bo'ldik. Mehr muhabbat hukm surdi o'rtasida, iymoniy aloqalar hukm surdi bularning o'rtasida. Bularning o'rtasida bir musulmon farzandlar dunyoga keldi. Ulg'aydi ular. Yosh katta bo'ldi. Ichidan olim, fozillar chiqdi, ummatga xizmat qiladigan solih kishilar chiqdi. Shularni qilgan ishlaridan, savoblaridan siz bilan bizga ham ajr bo'ladi. O'shuning uchun qo'y, och qonni tinch qulog'im, jim yure degan gap birodarlar, shaytonning gapi. Modomiki bir-biriga xaridor bo'layotgan oilalarda salohiyatli ekanligini bilasizmi? Modomiki mana shu ishda xayriyat umid qilinishi mumkinligini ko'ryapsizmi? G'aybni Alloh biladi. Yaxshi niyat bilan hissamizni qo'shib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Faraz qiling, shu oila barpo bo'ldi. 4 o'g'il, 4 qiz ko'rdi. 8 ta bola. Bular ham 10 yil, 20 yil o'tib turib yana ko'paydi. Bilasizmi? Kim ko'payyapti? Muhammad alayhisolamning ummati ko'payyapti. Rasululloh uylaninglar, ko'payinglar, zero men sizlarni qiyomat kunida ko'pligingiz bilan faxrlanaman degan. Siz Rasulullohning faxrlanishiga sabab bo'ladigan ishni qilyapsiz. Demak, birodar, qo'lingizdan kelsa, ikkita musulmonni bir-biriga qarindosh bo'lib qolishiga hissangizni qo'shing. Min afzali shafaati an tashfa bayna ithnayn fi nikah. Rasululloh aytadilar, shafoatning eng afzali nikohda ikki odamning o'rtasida shafoatchilik qilish. Yana asarlarda keltiriladiki,
yangi oilani qurilishiga harakat qilib bosgan har bir qadami uchun, aytgan har bir so'zi uchun 1 yillik ibodatni ajri beriladi. Asarlarda shunday deyiladi. Shuning uchun musulmon odamlarning ishiga, musulmonlarning oilasi, musulmon oila paydo bo'lishligiga beparvo bo'lmaslik kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Al-muslimu idza kana muhalitan nas va yasbir ala adahum khayrun min al-muslimi alladhi la yukhalitu an-nasa va la yasbiru ala adahum." Shunaqa odamlar bor. Jamiyatga qo'shilishni xohlamaydi. Yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Odam suymaydi. Rasululloh aytibdilar, musulmon kishi odamlarni ichida aralashib yurib, ularning aziyatlariga sabr qilishi, odamlarning ichiga aralashmasdan ularni aziyatlariga sabr qilmagandan yaxshiroq deyapti. Bir odam bor, aralashib yuradi, sabr qiladi, foyda keltiradi, chidaydi. Mana shu odam yaxshi, o'zini ajratib olgan, o'zini ila huzurni o'ylaydigan odamdan ko'ra. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga sovchi keldi. Birodar, agar qizingizga xardor bo'lib kelgan yigit, masalan, olim bo'lsa, ilmdor bo'lsa yoki doktor bo'lsa, fazilata qizingizni berasizda, tinmay gapirasiz kuyov bolangizni doktorligini, kuyov bolangizni xirurgligini, kuyov bolangizni ilmligini, olimligini, fozilligini tinmay gapirasiz. Endi agar bu kuyov Sayyidul Xalq, rahmatan lil alamin, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lsa-chi? Albatta Muhammad alayhisalomni Siddiqning xonadoniga kuyov bo'lishi Siddiq oilasi uchun juda ham katta sharaf edi. Umrummon Havla binti Hakimga kutib turing dedi. Abu Bakr hozir keladi dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keldi. Shunda Abu Bakrga qarab Havla: "Ey Abu Bakr, Alloh sizlarning uyingizga xayriyat va barakani yog'dirdi" dedi. Oyishani so'rab o'ziga, "Meni yubordi sizga" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maqomi juda ham baland birodarlar. Abu Bakr Siddiq juda ham yaxshi biladi buni. Rasulullohga ayol bo'lishlikka Oyisha loyiqmikin dedi. Axir Muhammad alayhisalom meni birodarim-ku dedi. Havla Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga qaytib borib so'zini yetkazdi. Rasululloh aytdi: "Irji'i ilayhi faquli lahu ana akhuka va anta akhi fil islam va ibnatuka tasluhu li farajat." Bu hadis Imom Ahmaddan. Rasulullohga bu so'zni yetkazganida payg'ambarimiz alayhisalom ularning oldiga qaytib borib ayting: "Men sizning birodaringizman. Siz ham mening islomdagi birodarimsiz. Qizingiz menga ayol bo'lishiga yaraydi. Ya'ni xotin bo'lishi mumkin menga" dedi. Havla aytadi roziyallohu anhu, Abu Bakrning uyiga kelib Rasulullohning bu so'zini yetkazdim. Abu Bakr quloq solib turib, "Men qaytib kelguncha kutib turing" dedi, chiqib ketdi ko'chaga. Abu Bakrning ayoli Havlaga tushuntirdi. Mut'im ibn Adi dedi. Oyishani o'zini o'g'li Zubayrga so'rab kelgan edi uyimizga, xaridor bo'lgan edi. Vallohi Abu Bakr va'da berib hali birovga xilof qilmagan edi dedi. Haqiqatan Mut'im ibn Adi o'g'li Zubayrga Oyishamizni nikohlamoqchi edi. Abu Bakr Siddiq Mut'imning talabini eshitdi-da, indamagan edi. Sukut qilgan edi. Ha ham demagan edi, yo'q ham demagan edi. Endi indamagandan keyin bu javob nimaga o'xshaydi? Rozilikka o'xshaydi. Endi mana shu masalani hal qilmasdan turib Abu Bakr payg'ambarimizga ha deb ayta olmaydi. Chunki narigilar xuddi bizga va'da bergan deb ishonib qolgan. Endi Zubayr ibn Mut'im ibn Adiyni Muhammad Rasulullohga tenglab bo'ladimi? Abu Bakr Siddiq Rasululloh Oyishani so'rashligini bir o'ylab ham ko'rmagan edi, tasavvur ham qilib ko'rmagan edi. Bunandaqa imkoniyatni qo'ldan boy berishni xohlamas edi. Tasavvur qiling qanchalik endi harakatda bo'ldi. Endi agar sovchilar kelsa uyingizga, ularga chiroyli muomala qilib jo'natsangiz, demak bizga moyilligi bor ekan deydi-da, bu narsani rizo degan ma'noda qabul qiladi. Mut'im ham shunaqa deb o'ylagan edi. Abu Bakr Siddiq ishni paysalga solmasdan to'g'ri Mut'im ibn Adiyning uyiga bordi. Uyiga kirganida Mut'imning yonida xotini ham turgan edi. Ayol Abu Bakrga qarab turib: "Ey Ibn Abi Quhofa, agar biz o'g'limizni seni qizingga uylab qo'ysak,
bizni o'g'limizni ham o'zini diningga olib kelib olarmikinsan dedi. Ya'ni sen bilan quda bo'lmoqchimiz, lekin muammo bor. Kuyov qilib bersak, sen ham musulmon qolarmikinsan biz o'g'limizni dedi. Bizi zamonimizda ham erkaklarga tikka gapiradigan ayollar bor. Yonida eri bo'lib turib ham gaplashib qo'yaveradi. Gapirib qo'yadi, chunki shu gapirishlikka odatlanib qolgan va kuchli gapiradi undan ko'ra. Tek turing deydi. Tek turing deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu qarang qanaqa oliy janob odam bo'lgan. Bu ayolga qarab ham qo'ymadi, parvo ham qilmadi. Eriga qarab turib, nima deyapti bu dedi. Agar meni qizimga o'g'lingni uylantirib qo'ysang, seni o'g'ling meni dinimga o'tib ketadi deb qo'rqasanmi rostdan dedi. Mutim aytdi, bu shuni aytayapti-yu dedi. Ya'ni ayolining so'zini quvvatladi. Chindan ham xavotiri bor edi. Demak, boyaga kelishuv, o'zi kelishuv yo'q edi. Mana shu gapdan keyin o'rtada hech qanday kelishuv, aloqa yo'qligi ma'lum bo'ldi. Abu Bakr yelkasidan yuk tushib, katta tashvishini qoldirib, Mut'im ibn Adiyning uyidan chiqdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uyiga keldida, havlaga Rasulullohni chaqiring dedi. Chunki u davrlarda arablarning odatiga ko'ra xotib maxtubaning uyiga o'zi kelish kerak edi. Sahobiyalarning hayotini o'qirkanmiz, bir sahoba ayolni payg'ambarimiz aytgan so'zi e'tiborimizni tortadi. Bu ayolning 5 ta bolasi bor. Eri o'tgan, beva ayol, 5 ta bolasi bilan. Rasululloh mana shu ayolga xaridor bo'ldi. Bu ayolga Rasulullohning juft haloli bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Mo'minlarning onasi bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Qaysi ayol rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad alayhisalomga zavjai mutahhara bo'lishini xohlamaydi? Hamma ayol xohlaydi. Ammo bu ayol nima dedi? Ya Rasululloh, meni 5 ta bolam bor. Agar ularni xizmatini qilaman desam, sizni xizmatingizni qila olmay qolaman. Agar sizni xizmatingizni qilay desam, ularni rioya qila olmay qolaman. Ikkala holatda ham men zulm qilib qo'ygan bo'laman, deb payg'ambarimizga uzr aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: Yarhamukillah, inna khayra nisa rakibna a'jazal ibil, solihun nisa'i Quraysh, ahnahu ala waladin fi sigar va ar'ahu ala ba'li bi zati yad. Diqqat qilinglar. Bu ayollarimiz yaxshilab eshish kerak bo'lgan narsa. Rasululloh aytdilar, Quraysh ayollari tuya minadigan ayollarning yaxshirog'i, ya'ni sahroyi badaviy arablarning ayollarining ichida Qurayshda ayollari yaxshi ayollar. Ular bolaga mehribonrog'i va eriga molini tejab ishlatishda g'amxo'rrog'i dedi. Bolaga mehribonrog'i, eriga g'amxo'rrog'i. O'tgan darslarimizda aytildi. Ayyuma imratin qa'adat ala bayti awladiha fahiya ma'iya fil janna. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Jamius Sag'irdan. Rasululloh aytdilar: qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tirsa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Qaysi bir ayol bolalarini uyida o'tirsa, shularning tarbiyasi bilan jannatda men bilan bo'ladi desak, endi kimdir aytish mumkin ayollarda. Nima endi uyda o'tirishim kerakmi ko'chaga chiqmasdan? Men ham dunyoda ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi desa aytamiz, bemalol yuravering. Bemalol yuravering, ko'chalarda gezing. Yana kimlargadir o'xshamoqchi bo'lsangiz, o'shalarga o'xshab yuring. Farzandlar bir gap bo'lar, ular ham bir katta bo'lib qolar, umringiz uyda o'tib ketmasin deymiz. Payg'ambarimizning bu hadisi muslimalarga aytilgan deymiz. Siz bilganingizni qiling deb aytamiz. Bu hadislar kimlarga aytilgan? Musulmon opa-singillarimizga aytgan. Qolganlar bilganini qilaversin. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi, qaysi bir ayol kishi ona bo'lgan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasini chiroyli qilsa, kiyim-kechagi ovqatini chiroyli qilsa, tozaligiga rioya qilsa, tarbiyasi bilan shug'ullansa, balog'atga yetib komil inson bo'lguncha farzandlarini xizmatida qoyim bo'lsa, bu ayolning maqomi, makonati oliy bo'ladi. Uyida o'tirgan ayol afzal bo'ladi 1000 marta. Hatto ayrim erkaklardan baland bo'ladi maqomi. Qaranglar, hikmat. Har bitta odam
Alloh uni qaysi ishga qo'ygan bo'lsa, mana shu ishning ustida zo'r ibodat qilishligi kerak. Alloh taolo bir ayolni ona bo'lish baxtiga muyassar qildi. Onani eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima? Farzandlarning tarbiyasi. Alloh taolo bir bandani boy qildi, boylik maqomiga qo'ydi. Bu boyni eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima? Molini haq yo'lida sarf qilishligi. Alloh taolo bir kishini boshliq qildi. Bu kishini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Odamlar o'rtasida adolatni qoyim qilishligi. Alloh taolo bir bandaga ilm berdi. Bu ilm egasini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Tasbih o'gir o'tirish emas. Nima? Odamlarga ilmni tarqatishlik. Demak, sizga Alloh taolo nimani bergan bo'lsa, qaysi holatga sizni qoyim qilgan bo'lsa, shu ishda Alloh taoloni ibodatini zo'r qilib qilishlik kerak. Bir doktor bor, tasavvur qiling. Bir doktor bor, qo'lida 20 ta 30 ta kasali bor. Endi shu doktor kechasi bilan uxlamasdan qiyomul laylda turdi. Uxlamadi. Ertaman uyqusirab ishga bordi. Kallasi joyida emas. Ishini zo'r bajara oladimi? Demak, bu tabibni qiladigan eng zo'r ishi uxlab, aql hushini yig'ib, kasallarni zo'r muolaja qilishi. Bu uchun kechasi namoz o'qishlik nafl bo'ladi. Chunki nafl ishni qilsa, yelkasidagi farz, vojib birinchi darajali ish chekida qolib qoladigan bo'lsa, naflni qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Mehmon kelib qoldi yuzga. Birinchi ish nima? Uni ikrom qilish, ovqat tayyorlash, sharob tayyorlash, qolsa yotog'iga joy qo'yib berishlik. Otangiz kasal bo'lib qoldi. Birinchi ish nima? O'g'lingiz imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Madrasadami, jamiyadanmi, kirish imtihoni yoki bitirish imtihoni. Sizni qiladigan ishingiz nima birinchi o'rinda shu edi, ota sifatida yoki ona sifatida. Shu bolaga imtihonga tayyorgarlik qilishiga sharoit yaratib berish. Har bitta holatda o'zida qilinadigan birinchi o'rindagi ish bo'ladi. Bitta ish mutlaq birinchi o'rinda turmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga keldi. Abu Bakr Siddiq Oysha roziyallohu anhoni Muhammad alayhisalomga nikohlab berdi. Bu vaqtda Oysha onamizning yoshi yo 6 yo 7 deydi. Tabiiy bu er-xotin aloqasi bo'lgani yo'q. Bu faqat nikoh aqdi edi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga bergan mahr 500 dirham qilib belgilandi. Hadicha onamiz mahr oldimi? Oysha onamiz mahr oldimi? Kuyov bola kim? Kelinlar kim? Hadicha va Oysha roziyallohu anhu najmain. Shular mahr olyapti. Agar kechib qo'yishlik bo'lsa, Rasululloh loyiroq emasmi kuyovlar ishida yer yuzida? Bir ayol kechasi bilan qiyomul laylda turdi. Kechasi bilan Qur'on tilovatida turdi, zikrda turdi, tasbih aytdi, tahlil aytdi. Saharga borib bomdodini o'qidi, yotib uxlab qoldi. Bolalar turish kerak, kiyinish kerak, ovqatlanishlik kerak, madrasaga, maktabga jo'natish kerak. Yotibdi yana. Men kechasi qiyomul laylda turganman. Bolalar bugun o'zinglar eplab ketaveringlar dedi. Yana bitta ayol kechasi bilan uxladi, ertaman turib bomdodini o'qidi, choy tayyorladi, bolalarni kiyim-kechakni tayyorlab, kiyintirib, yedirib, ichirib jo'natib yubordi, kirib borib uxladi. Qaysi ayolning ishi to'g'ri? Iya. Nimaga kechasi namoz o'qishlik to'g'ri emasmi? Ha, birodarlar, bu amalda farzi bor, nafili bor, vojibi bor, mandubi bor. Siz farz bo'lgan, vojib bo'lgan birinchi ishingizni qoldirib qo'yib turib, nafil bilan ovorar ekan bo'lsangiz, noto'g'ri ish qilyapsiz. Bu ayolning birinchi ishi nima edi? Erining tarbiyasi, farzandlarining tarbiyasi, oilaning xizmati edi. Nima demadinglar? Nimani tuzataylik? Sizning ishingiz xotinni boqish edi, bolalarni tarbiya qilish edi. Qayerda yuribsan, nima qilyapsan, kim bilan yuribsan deyishga, bolangiz kim bilan yuribdi, nima yeyapti, nima tirikchilik qilyapti. Siz birinchi vojibni, birinchi farzni tark qilib qo'yapsiz. Bizga yoqmayotganiga uchun shunaqa demayapmiz. Shariat shunaqa. Menda 1 dinor bor dedi Rasululloh dedi bitasi. O'zingga sarfla dedi. Yana 1 dinor bor dedi. Xotiningga sarfla dedi. Yana 1 dinor bor dedi. Xizmatchingga sarfla dedi. Yana 1 dinor bor dedi. O'zing bilasan dedi. Ihson qilib demadi. Chunki ihson qilishlik nafil edi. Ammo boyaga 4tasiga sarf qilishlik yelkasidagi vojib edi.
Oysha roziyallohu anha Banu Tim urug'idan edi. Banu Tim urug'i Quraysh orasida karam, shijoat, omonatdorlik, to'g'ri fikr va ayollarga lutf bilan muomala qiladigan qavm sifatida mashhur bo'lgan edi. Oilalar bor. Qizlariga lutf bilan muomala qilinadi. Qizlar aziz, muhtarama, mukarrama bo'ladi bu oilalarda. Yana oilalar bor. Qiz bolaga o'g'il bola qilgandan ko'ra qattiqroq muomala qilinadi. Xuddi xizmatkorga, qulga, cho'riga qilgandek muomala qilinadi. Bizda yo'qmi shu narsa? Chunki zaifalarga hurmat bilan muomala qilishlik karim axloq egalarining qo'lidan keladi. Birodarlar, shunday o'lchovlar borda, agar shu o'lchovlarga amal qilinsa, oila saodatli bo'ladi. Onasi bilan yashaydigan bitta o'g'il xotiniga kir mashina olib berdi. Enasidan eshitadiganini. Pulni isrof qilganligi, bu kelinga bu narsaning zararli joyi yo'qligi. Ertasi kuni shu ayolning qiziga kuyov shunaqa kir mashina olib berdi. Alloh rozi bo'lsin kuyov bolamdan. Qizimni mehnatini yengil qildi. Qizimni mashaqqatini ko'taribdi. Bu nima? Bu qanaqa o'lchov? Birodarlar, adolat nima edi? Adolat sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlasangiz, siz ham shunaqa muomala qiling. Chunki birodarlar, uyimizdagi kelinlar ham kimlardadir aziz, mo'tabar farzandi. Sizni qo'lingizga berib qo'ygan bo'lsa, o'g'il bola xor qil, tepalar, ustidan masxara qil deb bergan emas. Bu kelinlar, sizlarning yelkanglarga o'g'il bolalar Alloh taoloning qo'ygan omonati. Qiyomatda hisob-kitob qilinasizlar. Birodarlar, kelin qulmas. Kelin sizning qo'lingizdagi omonat. Qaynonalarga aytadigan gapimiz, sizni qizingizga qanaqa muomala qilishini xohlaysiz, Xudo taraf. Siz ham kelinga shunaqa muomala qiling. Aqulu qawli hada va astaghfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.